gazga to'layotgan pulingiz mashinaga o'xshab oqib ketayotgan bo'lsa, men sizlarga shu pulinglarni tejash uchun bitta zo'r tavsiya beraman. Qani ketdik. Tejash uchun mana shunaqa kondensatsion qozon qo'yilishi kerak. Farqi yo'q. Brendini, boshqasini, ko'rinishini umuman farqi yo'q. Kondensatsion qozon bo'lishi shart. Shunda kommunal to'lovingiz 40% gacha tejalishi mumkin. Agarda sizda hamma uyda bo'lgani kabi eskicha mana bunaqa qozonlar turgan bo'lsa, mana shu qozonni o'rniga shuni o'sha qozonchani qo'yamiz devoriga ilib va mana bu ikkita podacha obratga va bu yerda ham ikkita podacha obratga mana bu. Shularni shuni ulab qo'yamiz bo'ldi. Ishimiz hal bo'ladi. Tejamkorlikni ham zo'rini sezasizlar-ku shunda. Xudo xolasa inshaalloh. Bu sinalgan uslub. Men o'zim o'lchab ko'rganman buni. Hisob-kitob qilganmiz, xudo xolasa. Bu qozonlarni davri o'tdi o'zi. Buni tashlab yuboramiz va yengisini bu yoqqa osib qo'yamiz va tejamkorlikka erishamiz.